Aziz birodarlar, ko'p o'ylanishdan saqlanishimiz kerak. Sababi ko'p o'ylanishlik insonni gunohga olib boradi. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadi: "Sa'idu billah, ya ayyuhallazina amanu ijtanibu kaseeran minadh-dhann." Ey iymon keltirganlar, sizlar ko'p o'ylanishdan saqlaninglar. Sababi nima uchun? Sababi inna ba'dadh-dhanni ism. Ba'zi gumonlar, ba'zi fikrlar bu gunoh bo'lib hisoblanadi. Chunki inson o'ylanganda ba'zida yaxshi o'y fikrlar keladi. Ba'zida yomon fikrlar, yomon o'ylar keladi. Shuning uchun azizlar, biz fikrlaganda, biron narsani o'ylaganimizda juda bir ehtiyot bo'lishimiz kerak. Agarda bizga shayton hamla qilib yomon fikr keladigan bo'lsa, o'zi yomon narsani barchasi shaytondan yoki nafsimizdan bo'ladi. O'sha shayton tarafidan yomon bir fikr keladigan bo'lsa, unda har birimiz A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Barchamiz bilamiz, mana bu duoni o'qiydigan bo'lsak, bir pastaboyga o'yni bildirgan va o'yni bizga olib kelgan shayton ham bizdan ketib qoladi. Shuning uchun aziz birodarlar, agarda yomon o'y, yomon fikr, yomon xayol birov haqida yaqinlarimiz, oilamiz, farzandlarimiz, katta yoki kichik insonlar haqida yomon fikr kelsa, darrov shu duoni o'qiylik, toki bizdan u o'ylar ketib qolsin. Alloh taolo barchalarimizni yomon fikrlashdan, yomon o'ylashdan, yomon insonlarning qatoriga qo'shilishdan Alloh taolo saqlagan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.